Teplopatteriyani hisoblashga ko'pchilik qiziqibdi. Buni podrobniyroq qanaqa hisoblaymiz deyishgan ekan. Shunga sizlarga internet orqali hisoblash ko'rsataman. Onlayn подсчитать teplopatteriya yozasiz Google'ga va chiqib keladi. Kalkulyator teplopatteriya, расчет teplopatteriya domi. Shuni kiramiz. Buni o'zi kirsangiz, shu yerda o'zida har bitta devorini, shiftini qanaqa hisoblashini ko'rsatgan bo'ladi. Hozir. Mana. Birinchi o'rinda region tanlaymiz. Hop. Bizga yaqinroq Qozog'iston, ya'ni bitta O'zbekiston yo'li uchun. Hop, bitta Chimkent tanlaymiz. O'rtacha bu yerda nima? Eng sovuq kunni bitta hisobini chiqargan, -15 gradus deb. Endi biz xonamiz necha gradus yozamiz? 25 gradus. Keyin teplopatteriya через стен. Devorlar orqali qancha teplopatteriya bo'lishi hisoblash yo'li. Biz buni ikkinchisiga qo'yamiz va devorlarimizni hisobini yozamiz. Hop, bizani xonamizni balandligi 3 edi. Eniga 4 edi. Barobar 12. Bitta devorimiz 12. Ikkita devorimiz 12 ni 12 ga qo'shsak 24. Keyingi uzun tomoni 5 ga ko'paytiramiz 3, 15. Qo'shamiz 15. Ikkita devor hisob 30. 30 ga qo'shamiz 24. Umumiy devorlarni hisoblab oldik. Umumiy devorimiz 54 kvadrat chiqadi. Hop, endi buni material hisoblaymiz. Hop, o'rtacha gazoblok olamiz. 40 santimetrlik. Mana hozir biz devorimizni gazoblokdan bo'lganligini polni yozib oldik. Расчетni bossak, mana 643 watt sarf qiladi. Mana shu devor. Aynan devorni chizib oldik hozir. Endi keyingisi oyna. Bitta oynamiz bor edi. Bu oyna 1 ga 1,5 edi. 1 ga ko'paytiramiz 1,5. 1,5 kvadrat. 1,5 kvadrat oyna. Buni hisoblaymiz. 162 watt sarf qilyapti. Hop, keyingisi shiftimiz. Bu o'rtacha olamiz buni. Mansardi mejda patologimni olamiz. Patologimizni kvadrati qancha edi? 5 ga 4 bo'lsa, bu 20 kvadrat patologimiz. Endi buni har bitta qavatlarini yozib chiqamiz. Biz ana shu shiftimizni. Birinchi yozamiz gips kartoni. Gips karton. Taxminan 0,018 mm. Keyingi sloy minivatni olamiz. Taxminan 2 cm bo'ladi. 0,02 bo'ladi. Uchinchi sloy olamiz. Faner masalan. Tomgacha bo'lgan faner bo'lyapti. Faner. Taxminan 0,018. 2 cm atrofida 0,18 olamiz. Расчет. Bizani shiftimiz orqali 247 watt issiqlik yo'qotar ekanmiz. Mana buni chiqarib oldik. Endi pol orqali hisoblab o'tirmaymiz. Расчет используем только площадь жилета. Joyimizni kvadrati 20 edi. 20 yozamiz. 8 watt. Endi umumiy hammasini qo'shib chiqamiz.
810 qo'shamiz. 247 qo'shamiz. 162 qo'shamiz. 643 barobar 1862. Umumiy mana shu bilgan xonaligi 1862 vat issiqlik sarf qiladi. Endi bu точный o'shani ketgan materiallarga qarab hisoblaganda chiqishi. Masalan, o'tgan videoda bilsanglar, umumiy olingandi. Bu yerda точный hisoblash usuli. Kimga qiziq bo'lsa, like bosib, shunaqa hisob-kitoblarga qiziqadigan tanishlar bor qo'yinglar.